umr bu yerdan chiqib keta olmaysan. Xiao Shui, hovuzdagi baliqlaring o'ldi. Endi hech qayerga keta olmaysan. Ketgan taqdiringda ham sendan bir ish chiqarmidi? Ko'ramiz ahvolingni. Yaxshisi, ayol boshing bilan tinchgina erga tek. Gao oilasi seni kam qilmaydi. Ayol kishisan, jimgina uyda o'tir. Bo'lmasa adabingni berishning ming xil yo'lini bilaman. Ovozingni o'chir. Nima shu ishni qilsam, bu qiz indamay yutaveradi deb o'yladingmi? Xomtama bo'libsan. Men Yan Xiao Sui, agar baliq hovuzi sabab shaharga keta olmasam, mayli, lekin shuni bilib qo'y, modomiki men qishloqda qolar ekanman, hech biringga kun bermayman. Hoy qiz, Men Yan Xiao Sui, aytganimni qilaman. Yuragi borlar bo'lsa, istagan vaqti kelaveringlar. Bobo, nega ular bizni yaxshi yashashimizni ko'ra olmaydilar? Ba'zi odamlar bor, o'zlari bo'la olmaydi. Bo'lganni ko'ra olmaydi. Hasad o'tida yonishadi. O'zlarini eplolmay, boshqalarni ayblashadi. Xiao Sui, o'qish puli masalasini boboing albatta hal qiladi. Oyijon, nahotki bu safar shu to'siqdan o'ta olmasam? Xiao Lili, bo'lgan voqeani eshitdim. Xiao, mana bu mening sepam. 30,000 puli bor. Shuni ol. yo'q. Bu seni bor bisoting-ku, ololmayman. Xiao, seni kelajaging menikidan porloq. Mening hayotim endi shu. Butun umr shunday o'tsa kerak. Sen boshqachasan, ketishing kerak. Shaharga bor, musobaqalarda qatnash. Opang bu hayotda qila olmagan ishlarni sen qilgin. Buni opamga yordam beryapman deb qabul qil. Xo'pmi? Ketdik. Bor qol endi. Xiao, albatta bu yerlardan chiqib ket. O'zing istagan hayotda yasha. Bobo, bu binolarni qarang, xuddi toqqa o'xshaydi-ya, bir-biriga ulanib ketgan. O'quv markazi. Sui qizim, boboing seni faqat shu yergacha kuzatib qo'ya oladi. Bobo, xavotir olmang. Men albatta bu yerda o'z o'rnimni topaman. Bor qizim. Bobo, Bora qol. Bora qol. endi ortga qaytavering. Uyga ketavering. Qariyaga 30 yil bo'ldi. Yana qancha yashirinib yurmoqchisan? Rostdan ham o'lguningcha kichkina tog' qishlog'ida berkinib yurmoqchimisan? Xiao Sui, keldingmi? Ha, Yur ketdik. Shu yerda kutib tur. Men Gu murabbiyni topib kelaman.
Senga kirishga kim ruxsat berdi? Bu qanaqa joyligini bilasanmi? Men o'qishga yozilishga keldim. Yozilishga? Taklifnomang qani? Murabbiylar xonasiga olib boraman, ko'rsat. Mana opa, ko'ring. Sautay qishlog'i yana bitta qishloqqa kelibdi-da. Bo'pti, orqangga qayt. Bu nima qilganingiz? Qog'ozimni qaytaring. Qog'ozni qaytaraymi? Mana senga o'xshagan chekka qishloqdan kelganlar mana shu ahvolga tushadi. Na kuchi bor, na tanishi. Kelgan joyingga yo'qol. Nima qilyapsiz? Shokka solib yubording.